Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli YouTube kanalimizni obunachilari va obuna bo'lmasan bizni kuzatuvchilar, hozirroq obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizda ishlama ketmaydi, lekin biz uchun bu ancha manfaat bo'ladi. Xullas 33 000 kilometr masofa bosib o'tgan toza Orlando 2017-yil 15 700 ga olingan mashinaga propan ustunovka qildik. Mashina radnoy holatida, toza, absolyutni yangiga o'xshab turibdi. Avtomat korobka. 33 000 yurganligini ko'rsatib qo'ying. 33 185 kilometr yuribdi. Real holatda shunaqa yurgan. Mashinaning motorini ko'rib ham maza qilib oladigan holatda. Hozir kalibrovka jarayonlarini qilmoqchimiz. Bilasizlarmi? Mashinaning motori ham yangi. Juda ko'p Orlando'larda Tracker 1larni ko'rganmiz. Chunki Tracker 1lar ham bilasizlar, Orlando bilan motor bir xil, egalasininki ham 1.8 bo'ladi. Bu mashinalarga ham italyanskiy injektor bilan, italyanskiy reduktorlar bilan qilib qo'yib berganmiz. Eng qizig'i, toza mashinaga gaz qo'yadigan bo'lsangiz, qo'yatib ham maza qilasiz. Qo'yib bo'lganingizdan keyin kompyuter jarayonlarida ham, videoga olishda ham maza qilasiz. Sababi videoga ham chiroyli chiqadi hamda maza qilib bo'lgandan keyin charchag'ingizdan bilinmaydi. Eng qiziq mashinamiz haqiqatda mana ko'ryapsizlarmi? Ovora bo'lib yopishtirganini ovora bo'lib chiqaryapti. Bu chiqaryapsizmi shekilli? Ha. Bu yoq bizni 400-chi mashinasi desam, yo'q 401-chi mashinasi ekan. 7 yilda. 7 yil oldu. 7 yil. Endi hali to'shishni 19-yilda, eng kam 19-yildan beri bizni yana meni o'zimga jigarim bo'lib ketgan. O'sha qarindoshlar bo'lib qoldik. Bolalarimiz katta bo'lsa xudo bo'ladi deb qoladigan darajaga yetib qoldik, lekin xudo xolasa mashinasini chakana emas mashina olib kelmagan. Endi xudo xolasa o'ta ko'p ha. Silishki ko'p olib kelganligidan 400-chi desam, yo'q 401-chi degan, adashgan ekanman. Eng qiziq bu mashinani ham xudo xolasa inshaalloh propanni uchatga qo'yib berganmiz. Eng qizig'i balon turishiga bir ahamiyat berib qo'yamiz. Odatda zapaskasini 48 talik balon tushardi, lekin biz bunga lola qilib 61 talik balon qo'yib berganmiz. O'ylaymanki, akalar bitta like bosishga, kommentariyaga zo'r chiqdi deyishga arziydigan. Iltimos kommentariyada fikringizni yozib qoldiring, biz esa ishlashda davom etamiz. Bizni kuzatishda siz davom eting. Sog' bo'linglar.